Assalomu alaykum. Ajoyib ish kunidan 26-iyun kuni qaysidir shogirdimiz mana shu sovg'ani qoldirib ketibdilar. Nihoyatda xursand bo'ldik, chunki bu kitob aynan meni ro'yxatimning eng yuqori qismida o'qishim lozim bo'lgan kitobdan bittasi edi. Bu muqaddima asari. Ya'ni bu nihoyatda kuchli asar, 3 jilddan iborat. Sotsiologiya va politologiyaga qiziqadiganlar, hattoki shaxsiy rivojlanishga ham kelsa bo'ladi. Bu nihoyatda dolzarb kitob va ushbu shogirdimiz ismlarini sir saqlashni aytibdilar, lekin men taxminan qaysi yilda kelgan va ko'rinishini o'zim aniq qilib taxmin qilib oldim. Kattaga rahmat, Alloh taolo rozi bo'lsin. Va mana shu stolimdagi va ish stolimdagi va kitoblarning ko'plarini o'zi shogirdlarim sovg'a qildi. Bitta narsaga urg'u berib ketmoqchiman. Men har doim shogirdlarim noto'g'ri narsa olib qo'ymasin deb moddiy narsalarni ro'yxat qilib bergandim. Mana shu hamma narsani shogirdlarim olib bergan, lekin bugungi kunda ro'yxatimda moddiy narsa umuman qolmadi. Ya'ni faqatgina kitob. Bugungi kunda men uchun eng katta sovg'a, eng yaxshi sovg'a, eng maqbul sovg'a aynan kitoblar bo'lib qoldi. Tushunib yetdik, ya'ni insonga kitob haqiqiy do'st va insonni muvaffaqiyat va sharafga eltadigan yagona narsa bu kitoblar ekan, ya'ni moddiyat emas. Shuning uchun kitoblar bizni baxtli bo'lishimizga va quvonch olishimizga bemalol yetarli bo'lib qoldi. Hammaga rahmat. Sovg'alar uchun Alloh taolo rozi bo'lsin.